Assalamualaikum, muhaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Yangi yilingizga muborak bo'lsin. Tuvanda Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hökumetining yangi yillik tabriknomasini diqqatingizga sunamiz. Sharq Turkiston Cumhuriyeti sürgünde hökumeti muhaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarning yangi yilini tabriklaydi. Assalomu alaykum Sharq Turkistonlik vatandoshlar va aziz qarindoshlar. Allah'ın salami, rahmeti, bereketi ve yardımı hammamizning ustiga bo'lsin. 72 yildan beri biz mazlum Sharq Turkiston xalqi bo'lish sifatimiz bilan Xitoy tajovuzchilarining irqiy qirg'inchiligi ostida yashayapmiz. Vatan ichi va sirtidagi barliq vatandoshlarga Janobi Allohdan salomatlik tilaymiz. 2022 yilning hammamiz uchun xayrli va barakatli bo'lishini umid qilamiz. Qarindoshlar, bizning bu dunyodagi eng qimmatli boyligimiz umrimizdir. Chunki bu umr bizning dunyo va oxiratda baxtli bo'lishimizning dasmoyisi va sarmoyasidir. Dinimizning ro'yiga asosan dunyo oxiratning ziroatgohidir. Bu nuqtadan qaraganda bizning umrimizning qadr-qimmatli o'tgan va o'tmaganligi umrimizni Alloh rizosi uchun Allah yo'lidagi buyuk g'oyalar uchun qo'llangan va qo'llanmaganligimizga qarab ma'lum bo'ladi. Umrimizning qolg'ini va sharifi bo'lgan ona vatanimizning mustaqilligini asliga keltirish g'oyasiga atagan va atamaganligimizga qarab ma'lum bo'ladi. Umrimizni o'z baxtimiz uchun qo'llangan va qo'llanmaganligimizga qarab ma'lum bo'ladi. Xitoy tajovuzchilari vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan beri yangi yillarni tabriklab kelyapmiz. Afsuski, her yili Sharq Turkiston xalqining ahvoli burunqi yildan yomonlashib ketyapti. Demak, hech ish qilmasdan quruqla yangi yilinglar muborak bo'lsin deganlik bilan yilimizmi va umrimizmi muborak bo'lmaydi ekan. Biz hozir 2021-yilning oxiri va 2022-yilning boshida turibmiz. 2021-yili tezla o'tib ketdi. 1 yil o'tib ketdi degan gap 1 yil umrimiz qisqardi degan bo'ladi va qimmatli umrimizning bir qismi tugadi degan bo'ladi. Biz bu tugagan 2021-yilga qaragan chig'imizda Sharq Turkiston davosining siyosiy sahnalarda xili ilgirlaganligini ko'rib turibmiz. Demakki, millat sifatida 2021-yilni bekor o'tkazmadik va ilgirgi yillarga qaraganda bir oz ish qildik degan gap. Bu nuqtadan Sharq Turkiston xalqining 2021-yilni tabriklaymiz va 2022-yilni muboraklaymiz. Shundaqla Alloh rizosi uchun hammamizning umidvor yashashimizni umid qilamiz. Chunki hammamiz Sharq Turkiston uchun va Sharq Turkiston xalqi uchun ustimizga tushgan asosiy vazifalarimizni ado qilsaqla, bizni buyuk va parlaq bir istiqbol kutmoqda. Qadrli Sharq Turkistonlik qarindoshlar, bizning dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari va Xitoy tajovuzchilariga moslashib harakat qilayotgan satqullar ekanligini aniq bilishimiz lozim. Bugun aziz millatimiz 6000 yillik tarixning eng zulmatli kunlarini yashayotdi. Qayta deyishga kerak yo'q. Hammamiz bilamizki, Sharq Turkiston xalqi Xitoy tajovuzchilari tomonidan irqiy qirg'inchilik va qatliamlarga duch kelyotdi. 100 yildan ko'proq bir vaqtdan beri davom qilib kelayotgan dushman ishg'oliyati, dushman istibdodi va qatliamlari sababidan kimligimizni millat sifatida unutib qoldik. Xitoy tajovuzchilaridan iborat dushmanlarimiz va ularga mos qadamda xizmat qilib kelayotgan itmijoz g'alchilar aziz xalqimizni jahil va manqurt bir millatga aylantirib qo'ydi. Danalardan biri mundaq degan edi. Bir millatning hayotining omonligi faqatla shu millatning to'g'ri, sharaflik va g'ururlik yashashiga bog'liqdir. Xuddi shuningdek, biz g'ururlik va vijdonlik insonlarga muhtoj. Shuning uchun Xitoy tajovuzchilari sharaflik va vijdonlik insonlarimizni yo'q qilib kelyotdi yoki tuhmatlar bilan qaralab nupuzsizlashtirib kelyotdi. Afsuski, biz ularga ega chiqmadik. Biz sharaflik insonlarimizdan o'rnak olmay, ularni tuvan ko'rdik. Ularga ergashmay, aksicha dushmanga ergashdik. Fikri o'tkir, maydoni aniq, bayraqi ro'shan insonlardan qochdik. Ulardan o'rganmay, dushmandan o'rgandik. Vatan va millat haqida maydoni keskin, madorsiz rahbarlar bilan kelisholmadik. Ammo maydonsiz va do'stni dushmandan ayirolmaydigan insonlarni o'zimizga rahbar qilib, dushmandan o'zimizga ziyonli odatlarni yo'qtirib oldik. Davoyimizga ixlosi yo'q va fikri ojiz insonlarni bosh toj qildik. Danalardan yana biri mundaq degan edi. Fikri ojiz insonlarni ishlab chiqarishga davom qilgan bir millat oxiri o'zining ruhiy o'limini asta-asta setib olgan bo'ladi. Xuddi shuningdek, bizmo keskin fikrlik bo'lmag'achqa dushmanimizning hili-mikrlariga, tuzoqlarga,
yolg'onlarga va fitna fasodlarga do'tlarcha tushib ketdik. Qutuluşimiz va ozodligimiz uchun rahbarlik qilishga tirishgan, maydoni aniq va fikri o'tkir haqiqiy rahbarlarga talvalarcha hujum qildik. Millatimizning otasi hukmidagi to'g'ri rahbarlardan ayrilib yetim qolgan chig'imizda bizni aldash uchun oramizdagi fikri ojiz, maydoni aniq bo'lmagan, shaxsiyatchi va xoin tipidagi g'itmak va aldamchi maxluqlar dushmanimiz tarafidan bozorga silindi. Bu maxluqlar shaxsiy manfaatini milliy manfaatimizdan ustun ko'rdi. Ular so'zlaganda saxtpazlik bilan lap etib bersa, qarog'larcha ularga ergashdik. Bu ahvolimizdan ibrat olayli. Hurmatlik aziz xalqim, hurmatlik aziz qarindoshlar. Andish qilmanglar. Dushmanimizning aldamchilik qiladigan vaqti oxirlashdi. Chunki Sharq Turkiston xalqi uyg'ondi. Bu og'ir kunlarmi o'tib ketadi. Biz hargiz dushmanimiz Xitoy tajovuzchilariga qul bo'lmaymiz. Ajdodlarimiz kabi o'z vatanimizning xo'jayinlari bo'lamiz. 6000 yildan ko'proq bir vaqtdan buyon bir millat sifatida nurg'un og'ir kunlarni boshdan kechirdik. Nurg'un falokatlardan va sonsiz baloyi ofatlardan qutulib chiqdik. Bu jarayonda insoniyatning baxti uchun dunyoga nurg'un tuhfa qo'shdik. Buyuk ajdodlarimiz ilm, siyosat, falsafa, astronomiya, muzika, harbiy va boshqa nurg'un sohalarda dunyoga rahbarlik qilgan. Biz bugun shularning avlodi sifatida faqatla mavjudiyatimizni saqlab qolish uchun Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish yo'lida kurash qilyapmiz. Fikrimiz aniq, maydonimiz keskin va g'oyamiz ro'shan. Shuning uchun biz qaysi yo'l to'g'ri va qaysi yo'l xato deb tartishib o'tirmaymiz. Chunki Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish xalqimizning mavjudiyatini saqlab qolishning, inson haqlarimizni saqlab qolishning va erkinligimizni muhofazat qilishning birdan-bir kafolatidir. Bu yo'ldan boshqa yo'l bizni dunyodami va oxiratdami xorliqdan qutuldira olmaydi. Qarindoshlar, texmi uyg'onayli. Biz bir-birimizni texmi uyg'otayli. O'zimizni va o'z xalqimizni qutuldirish uchun bu ulug' safarga otilmayli. Kuchimizni to'playli, zehnimizni to'playli. Bizning birla dushmanimiz bor. U bo'lsa Xitoy tajovuzchilari va ularga yaloqchilik qilib kelayotgan munofiqlar. Bizga dushmanimiz yetib oshadi. Onundan boshqa dushman izlash ahmoqlikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun hammamiz haq maydoniga kelayli. Haqqoniyat maydoniga kelayli. Haqda birlashayli. Birimiz haq maydonida, yana birimiz nohaq maydonida turib birlashkili bo'lmaydi. Birlashishning sharti Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat haq maydonida to'plashishdir. Hurmat bilan Sharq Turkiston Jumhuriyati Surgundi hukumati Jumhur Rais ishxonasi. 2022 yilning salomat, xotirjam va natijali o'tishini tilaymiz. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.